好，欢迎同学们来到新疆共青团网上双语夜校，教你学汉语，情景绘画，即学即用。我是你们的老师 Segila Asghar。今天我们要学习的是第6单元。Bugün bizning o'rganmoqchi bo'lgan mazmunimiz是6-cı qism。那么在上第6单元之前呢，我们先把第5单元所学的目标都过一遍。Bugungi yangi darsga kirishdan burun avval biz 5-ci qismda o'rgangan nishonlarni bir o'tkazib olsak. Unda bo'lsa, 我们把书翻开。5-ci darsniki birinchi nishoni。那么上次birinchi nishoni nima edi? Ya fusan, 还有这个一室一厅，还有mushu adresniki deyilishi. Unda bo'lsa biz bularni o'zimiz mushu kitobdan ko'rib olsak, hozir biz mushu家具家电 yani uy saymonlarini bir o'tkazib o'taylik. 电饭煲，电饭煲，电视机，电视机，电冰箱，电冰箱，微波炉，微波炉，洗衣机，洗衣机，空调，空调，燃气灶，燃气灶，油烟机，油烟机，热水器，热水器。好，家具，床，床，书柜，书柜，餐桌，餐桌，餐椅，餐椅，沙发，沙发，衣柜，衣柜，橱柜，橱柜。好，那这个是我们第一部分的目标。那么我们再来看一下第2部分的目标。第2部分的目标是3个部分，是吧？第一个是人民币。好，人民币。mushu pulniki so'mmasini bir boshdan o'tkazib olsak, 100块，100块，50块，50块，20块，20块，10块，10块，5块，5块，1块，1块，5角，5角，1角，1角。这个块我们也可以说是元。egzli köpüntsi mushu 块用的更多一些。这个呢是人民币的面值。好，下面我们来看一下询问价钱。Yani bahasını so'rashni bir o'tkazib o'taylik. Oldingidan biz o'rganganda 4 xil chiqqan, shunaqo. Unda qo'shib boshildik. 多少钱？128元。多少钱？128元。怎么卖的？360块钱。怎么卖的？360块钱。价格是多少？540。价格是多少？540。一共多少钱？一共1300。一共多少钱？一共1300。好，这是询问价钱。那么最后一个呢，是我们的生活用品。eng oxirgisi bo'lsa bizniki turmush buyumlari ya. Unda qo'shib boshildik. 洗洁精，洗洁精，洗衣粉，洗衣粉，肥皂，肥皂，香皂，香皂，卫生纸，卫生纸，卫生巾，卫生巾，洗发水，洗发水，垃圾桶，垃圾桶，盆，盆，水杯，水杯，碗，碗，
盘子盘子，拖把拖把，扫帚扫帚，拖鞋拖鞋，毛巾毛巾，枕头枕头，被子被子，锅锅。好，这是我们上一节课所学的目标。那么接下来呢，我们来看一下我们的第6单元。在我们学这个课文之前，tekstga kirishdan burun avval biz第6单元mushu nimesini so'zlikini bir o'tkazib o'taylik ya. Unda bo'lsa, 咱们把第6单元的生词翻开。见见，蓝色蓝色，衬衫衬衫，老板老板，能是是，穿马是一间有点儿小白色合适便宜牌子质量样式又新低价现金刷卡支付宝。好，这是我们第6单元第1部分的生词。Bu biz oldin qatim o'rganib bo'lgan ham so'zlar. Endi tekstga kirishdan burun avval bizniki kichik filmni bir ko'rib olsak. 那么一样，在我们讲这个课文之前呢，我们先看一下我们的小视频。好，diqqatiniz ekranda bo'lsin。这件蓝色的衬衫多少钱？120块。能试一下吗？可以，你穿多大码的 ？M 码。给您，试衣间在那边。这件衬衫有点大，有小一点的吗？没有了，您试试这一件白色的吧。这件很合适，老板，能便宜点吗？这牌子的衬衫质量好，样式又新，已经是最低价了。能刷卡或者微信支付吗？现金、刷卡、微信、支付宝都可以。好，同学们，刚才呢我们已经看完了这个小视频，那接下来我们一点一点的分析一下。首先第6单元我们要学习的是阿里木去购物，对吧？bu nima narsa kerak situatsiya chiqdi. 那么bu voqelik bayam qarsak nada yuz beribdi? Shu savdo saroyining ichida oldin kiyim-kechak og'ili beribdi. Unda bo'lsa biz mushu kiyim-kechak bir narsalarni sotib olgan vaqtimizda qanday gaplarni qilamiz, nimalarni deymiz, mushu o'zimiz yoqtirgan narsalarimizni qanday sotib olamiz? Mushu mazmunlar bilan bir tanishib o'taylik. Avval 故事场景 ya'ni mushu ish yuz bergan mushu o'rindan qarasak, 阿里木来到这个服装市场 ya'ni bu olim nega kelibdi? Mushu kiyim-kechak bozoriga 准备给自己买件衣服 o'ziga bir kiyim sotib olmoqchi bo'libdi. 这件蓝色的衬衫多少钱？这件 kiyimniki miqdori nima deydi? 一件衣服deymiz, shunaqo. 那么这件蓝色的衬衫 degan ko'ylak. 那么bu ko'ylak qancha pul? Pul so'mmasini so'rashni o'rganib bo'ldik, 多少钱的? 那么120块 120 yuan debdi. 能试一下吗？试degan sinoq. 那么能试一下吗
스납 박산 보람도? 可以你穿多大码? 마 деген 무쇼 размisi шунагу. Нама сынап бақай деген чоқым қарыш тарапныңке размисini сораймыз да кичик я чоңны алып қойсақ болмайды. 所以这个老板 дегенimiz 就是 ходжайын шунагу. ходжайын сорапты. 你穿多大码? M дегенimiz немесе десек, 무쇼 кимныңке размisi, яғни 30 номер дегенді білдірді, 30 номерni. 老板说给您试一间在那边депті. 给您, mana kim деп kimni бәді, 试一间дегенimiz ашу kimni немо сынайдыған шу кичик өйе, қаяқта, ау яқта деп көстіп беріпті. 这件衬衫有点大. демек bu еді алым bu kimni сынап бекіп chiqib нем депті, сәл чоң. 有小一点的吗? кичигірек ба му? 没有了. yok. 您试试这一件白色的吧. bu ahranglığını sınap bakın. Ama bu yerde bu alım nimo şu lansı yani kök renklığını sınagan de. Şuna lekin bu yerde bu kök renklik çoğun bop kaldı. 现在让它是这个白色的. 然后阿里木说这件很合适. 合适degenimiz maskeleş, delkeleş деген мәні, muvaffaq деген мәнді çıkıdı. Demek bu kimninki çoğun küçüklüğü şu alımga nak düştü деген gep. 然后他说老板能便宜点吗? 便宜点吗? 便宜 деген erzan. 那么点 деген azırak. 那么便宜点吗就是说 azırak basınız ju депті. 老板说这牌子的衬衫质量好 样式又新 已经是最低价了. 那他说这个牌子的衬衫 bu markanın köңлекleri. 那就是bu markadaki köңлекler 质量好, 质量 деген süpet. 那 süpeti yaxşı. 样式 деген pasun. 那 pasunu yeni. 已经是最低价了. An tuan baha депті. 好. 那么阿里木说能刷卡或者微信支付吗? 那就是 kartı sürsem bulamdı. Яки болмаса ündüdar arqılıq töylesem bulamdı депті. 那么现金 nakpul, 刷卡 kart sürtüş, 微信 şu ündüdar, 支付宝 yani bizniki pul töyleydiğen məxsus bir pul töyleydiğen mesela 就是 işildiğen bir软件bağlı. Aşı әммісі bo'laverdi debdi. Demek hozir mushu bir narsa setib olgan vaqtimizda buniki mushu pul to'lashga kelgan vaqtimizda burun naqd pul berdik. Hozir har xil usullarda pul to'lagili bo'ldi. Unda bo'lsa bu bizningki mushu darsningki nemisi ekan deymiz? Tiksi. Amsa bu teksti menga agishib bir o'qib olsak. 这件蓝色的衬衫多少钱？120块。 能试一下吗？可以。你穿多大码的 ？M 码。给您。试一件在那边。这件衬衫有点大，有小一点的吗？没有了。您试试这一件白色的吧。这件很合适。老板，能便宜点吗？ 这牌子的衬衫质量好，样式又新，已经是最低价了。能刷卡或者微信支付吗？现金、刷卡、微信、支付宝都可以。好，那么这个呢是我们的什么呀？是我们的这个课文，也是阿里木去购物，他去买衣服。 Kim setib olg'ili chiqqan mushu bir tekstniki mazmuni. Unda bo'lsa bugungi bu nishonda biz nimalarni o'rganamiz? Birlikda qarab boqaylik. Birinchisi, bu yoqda yengninki nima ekan? 服饰类, ya'ni butun mushu kiyim-kechaklarni bir tunib chiqadi ekanmiz. O'xshamagan kiyim-kechaklarda o'xshamaydigan bir atalg'ular bo'ladi. Masalan, mayka deymiz, chopan deymiz, kostyum deymiz, ishton, oyoq u bu hamma narsalarga bir qarab o'taylik. Birinchisi fujon, kiyim-kechak. Ustiga qarasak, birinchisi ko'ylak ekan, shunaqo.
님들이미z裙子 裙子 bu bütün köynekке 裙子 yani bütün köynekni 连衣裙 desek mi buludu? 连衣裙 连衣裙 İkincisi kaldı köynekken go yubka şuna go nimdeyimiz 短裙 短裙 好 anden 孔来衬衫 衬衫 anandikin kendisi T恤 T恤 bu T恤degenimiz nima? Muşu qısqa yang maykalarni T恤 deymiz. Ha, anden 风衣 风衣 plaş. Yani bu adette muşu küzlerde kiydigan sal uzunroq bo'lgan, ayliqi shamoldan bakrak to'salaydigan chapallarni biz 风衣 deymiz. Ha, anden 毛衣 毛衣 mayka. 外套 外套 chapan. Adette muşu chapallarning hammani 外套 deymiz. Ama 风衣 bilan 外套 o'xshamdi. 风衣 ko'pincha shu biz kuzda kiydigan sal uzunroq mundaq bir pachaqroq kiyiladigan ashu chapallar. Andan ishtango 牛仔裤 牛仔裤 那么牛仔裤 deganimiz shu padıcı ishtallar. 好 padıcılar ishtini. 那么最后一个这个最后一排的 en ahirqidagisi 西装 西装 kostyum. 那么bu kostyumninkini biz odatda bundaq masalan usti osti deb ayrimizga shijong degan butun bir yitosi. Hamda ma ustidagi chopinini desak, uni nima deymiz? Shijong 外套. Ma ustida 外套 deb oldida o'rgandik-ku, ustidagisini shijong 外套 deymiz. Shijong 外套 qo'shib. Ostidagi ma ishtinini shiku. Shiku. Shijong desek butun birisi yito bo'lib mangadi. Xo'p, andan 马甲 马甲 bu nima? Bu pinjik, kichik pinjikni 马甲 deymiz. 然后长裤 长裤 shim. 好，长裤 uzun ishdan, yani shima. 短裤 短裤 bu kaltishdan, kaltishdan. Andan keyindikisi 运动衣 运动衣 bu tanharkat qilgan vaqtimizda kiydigan mushu kiyimni tanharkat kiyimi desak, 就是运动衣 deymiz. 好，这些都是kiyim kechaklarniki. Yana bir qatam kelaversak, 裙子 裙子 短裙 短裙 衬衫 衬衫 T 恤 T 恤 风衣 风衣 毛衣 毛衣 外套 外套 牛仔裤 牛仔裤 西装 西装 马甲 马甲 长裤 长裤 短裤 短裤 运动衣 运动衣。好，那么下面呢，我们来看一下我们的目标里面的第二个ikinci nuqtasiga qarab baqsaq是鞋debdi. 那就是 oyoqlar. Na o'xshamaydigan har xil arangiz oyoqlar bor. O'tdak deymiz yoki bo'lmasa yozliq oyoq, qishliq oyoq, kuzlik oyoq degandek. 那我们来看一下。Birincisi 皮鞋 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 deganimiz odatdagi mushu xurum oyoqlarni 皮鞋 deymiz. Xurum oyoq 皮鞋 运动鞋 运动鞋 bu tanharkat qilgan vaqtimizda kiydigan oyoqlar, tanharkat oyoqlari deymiz. 运动鞋 好, anda üçüncüsü 凉鞋 凉鞋就是我们 mushu yazlarda kiydigan mushu yazliq oyoqlar deb qo'ymiz-ku. 那就是凉鞋啊. Yani bu nima deydigimiz sandallar. 然后高跟鞋 高跟鞋 ko'pincha mushu ayollar ko'proq kiydi. Nima egiz boshliq oyoqni 高跟鞋 deymiz, egiz boshliq oyoq. 那么平底鞋平底鞋那就是 tuz boshliq oyoqlar,
mushu tuz başlıq ayaqlarını ping deyişe, astı tüp-tüz çıqıdığan ayağını ping deyişe deyimiz. Nama, anandın keyin bu xie. Bu xie degan mushu nima? Latta ayaqlar. Latta bilan, rəxt bilan tikka ayaqlarını bu xie deyimiz. Burun köpərək kiydiğan. Nama hazırmı kiydiğan ahvallar mı ba? 而且布鞋对这个脚特别好啊，不可能的paydası ba. Andan 靴子 ötek 靴子。然后呢，棉鞋，bu 棉鞋 deganimiz paxtaliq oyoq. Hazır mı şu qishlarda biz yana ilaqa şue deb qo'yamiz qo'y, ilaqa qodi kiydigan bunda qilin işte jung Açtaq ayaqlarını şue deb qo'yamiz. 好，这是我们的鞋子 ayaq türləri ekan. Yana bir qatam kelsak, 皮鞋、运动鞋、凉鞋、高跟鞋、平底鞋、布鞋、靴子、棉鞋。好，下面一个是箱包， yani mushu sumkalar. 好，birincisi书包. Bu nima sumka desek, mushu bo'g'cha. Yana birisiga mushu odatda o'quvchilar maktabga borgan vaqtimizda mushu taqib oldigan kitob sumkalarini shubao deymiz. Ha, andan ikkinchisi shou-ti-bao degan qo'l. Nima qo'l sumkasi, ya'ni bunda qo'lda ko'tarib olgan sumkani shou-ti-bao deymiz. Uningdan keyingisiga qarasak, 这个行李箱 degan yuk taqa, 箱 degan mushu nima deymiz, mushu sanduq yoki bo'lmasa sumka deganni bildirdi. Nima 行李箱 bo'lsa chamadon.钱包 钱 degan pul, 包 degan sumka, 那钱包就是 portmal. 钱包 portmal. Yana hamyon desakmi bo'ladi. Ondan 挎包 degan qandaq desakchu, mandaq esib oldigan sumkalar bo'ldi-ku, mandaq mo'risidan o'tkazib turib oldiga esib oldigan sumkani 挎包 deymiz. 挎包. Ha, andan keyin 公文包 ko'pincha shu xizmatchilar shu o'zining hujjat yoki bir materiallarini soldigan vaqtida ishlatadigan mushtaq sumkalarni 公文包 deymiz. Ha, unda bo'lsa bunimi qandaq yana bir qatam o'tkazib o'taylik. 书包 手提包 行李箱 钱包 挎包 公文包。好，那下面一个是颜色 Kingsi bo'lsa rang 颜色。那么bu yerda biz qaysi ranglarni o'rgandik? 我们来看一下 jami bu yerda rasmdan qanchasi bor? 8 bor ekan. Demak bu yerda biz 8 xil rangni o'rganmoqchi. Birinchisiga qarasak, 五星红旗是红色的。那么 bizniki shu davlat bayrog'imiz nima rang? Qizil rang. Qizil rangni nima deymiz? 红色。好，向日葵 degan optopparaz nima rang? Seriq rang. 那么向日葵是黄色的，黄色。棉花 degan paxta nima rang? Oq rang. Oqni nima deymiz? 白色。好，然后呢，草坪 mushu cho'plik yoki bo'lmasa chimliq, u nima rang bo'ldi? Yeshil rang. Yeshil rangni nima deymiz? 绿色 chimliq degani 草坪 deymiz. Ondan osmon nima rang? Ko'k rang. 天是蓝色的 Endi kumal 是黑色的 kumallar nima rang? Qora rang. 煤炭是黑色的。Ondan 桑葚 uyma
Ujme 是紫色，紫色deganimiz so'sunrang。那么最后一个茶叶是棕色的，茶叶degan choy shunaqo choynimrang qo'ng'irrang qo'ng'irrang 棕色。好，onda xo'sa yana bir qatim kelsak，五星红旗是红色的，五星红旗是红色的。向日葵是黄色的，向日葵是黄色的。棉花是白色的，棉花是白色的。草坪是绿色的，草坪是绿色的。天是蓝色的，天是蓝色的。煤炭是黑色的，煤炭是黑色的。桑葚是紫色的，桑葚是紫色的。茶叶是棕色的，茶叶是棕色的。好，那么第三个尺码的表示，那么üçüncüsü bolsa mushu razmlarninki ifadalashi。那我们来看一下，他说衣服的尺寸一般用号码来表示。那么mushu kiyim-kechaklarninki razmisini odatda mushu numar orqali ifodalaymiz。也有用码来表示的。那么numar orqali ifodalaydiganimi bor, mushu ma orqali ifodalaydiganimi bor. Masalan, numar desak, 3taniki 26, 27, ba'zanlar 32, 33 kiydi degandek. Nama mushu ko'nglaklar bo'lgan bo'lsa, masalan 44, 42 nomerlik degandek. Nama undan boshqa mushu ma orqali desakmi bo'ladi. Nama ma bilan degan vaqtimizda xiaoma, kichik razma, andan keyin o'ttirinchi razma, cho'ng razma, andan keyin buni odatda biz mushu S, andan keyin L, andan keyin M, L, XS deb mushtaqiliqi 2x, 3x, 4x deb baştaqtab oladiku masalan semizroq bo'lgan vaqtimizda 4xlik bormi deb. 那么这个呢就是我们说的这个码啊。那均码degan vaqtimizda均码的yana birisi bor. O均码deganimiz 就是说 hamma kiyimlarninki mushu razmisi o'xshash bo'lgan vaqtida均码deymiz. 那么oyoqqa kelsak, oyoqni ko'pincha mushu nomer orqali ifodalaymiz. Masalan, men 36 nomerlik oyoq kiyman desak, 我穿36号的鞋子 desak bo'ladi va 我穿36号的鞋子。那么mushu ma'dan XS deganimiz 加小码，那就是 kichikning yana kichiki, 那就是 eng kichik razma. 那 S degan kichik razma. 那 M deganimiz nima o'ttirinchisi, L是cho'ng, XL deganimiz uningdan cho'ng. 那么 1x, 2x, 3x deb turib texmo shu razmisi qitilib cho'ng bo'lib mangdi. 这是这个尺码的表示。好，unda xo'sa bugungi mazmunlarni hammani bilib oldikmi? Topshiriqimiz o'xshash. Tekstni bash qatim o'qib, mushu barliq biz o'rganib bo'lgan mazmunlarni qallamizga bir aqlam kirgizib yetaylik. Unda xo'sa, 我们今天的课就先上到这里，我们下一期